Umuman o'qish bo'lmaydi degan gapni o'zi yo'q. Agar avtomaktab hujjat bermasa, siz hech qanaqa imtihonga bora olmaysiz ham, hech qanaqa prava ham ola olmaysiz ham, esingizdan chiqarmaydi. Foiz internetdagi testdan hech kim o'ta olmaydi. Chunki test markaziga umuman testlar umuman boshqa narsa. Haydovchilik guvohnomasini olish ancha osonlashadi. Endi prava olish uchun 4,5 oy o'qish shart emas. Ichidan beri internetda virusning bo'layotgan savollarga bitta oydinlik kiritildi. Endi o'qish majburiy emas bo'pti. Hecham bo'lmagan gap. Avvalambor fevraldan xudo xolasa bu narsa amalga oshadi. Fevraldan nima deyilyapti? Avtoshkolada xohlovchilar o'qiydi, xohlovchilar o'zi alohida o'tirib tayyorlansa bo'ladi deyilyapti. Faqat nazariyga, ya'ni 20 ta savolga shablonga o'zingiz o'tirib tayyorlanishingiz mumkin. Lekin amaliydan xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham avtomaktabga kelib, pulini to'lab, sertifikat olish uchun albatta amaliyni darslarini o'taysiz. Ana undan keyin a'lo darajada o'tganingizdan keyin avtomaktab sizga amaliy mashg'ulotlarni o'tdi degan sertifikat beradi. Demak, nima? Avtomaktab sizning uchun baribir kerak. Biz registratsiyani to'xtatganimiz yo'q. Demak, kelib avtomaktablarga yozishingiz mumkin. Mana shu joyni obязательно qo'shib keting. O'zing uyda tanlasan degan savolga qarang, nechta avtomaktab bitirganda qo'lda hujjatlar turibdi, lekin o'sha imtihondan nimaga o'ta olmayapti? 8 xizmatlar, 9 xizmatlar o'ta olmayapti, lekin ekspres kurs olyapti. Nimaga? Chunki o'shalar uyda tayyorlana olmayapti deydi. Chunki uyda tayyorlanib boryapti-da, o'sha savol tushmayapti. Hamma narsa nazoratimiz ostida deydi-yu.